Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Bugungilik shunday bir ulug' kun, ya'ni sayyidar ayyam, hajjil masakin kunlarda ulug'i bo'lgan, miskin faqirlarning hajji bo'lgan juma namozini ado qilib, mana bu tabarruk xonadonda jam bo'lib turibmiz. Boisi xonadonda valima, ya'ni nikoh ziyofati va o'tmishlariga bir ajr savob umidida barchalarimizni xonadonlariga taklif qilib, siz va bizlarni oldimizga mana shunday bir valima ziyofatlarini yozib turibdilar. Otani bolani tepasida haqqi bo'lgandaqa farzandlarimizni ham bizni tepamizda haqqi bor ekan. Farzandimni tepasida haqqim ko'p. Men juda ham bir haqqim ko'p deyaverar ekanmiz, lekin bizni tepamizda ham farzandlarimizga haqlari bor ekan. Shulardan bittasi, farzand balog'atga yetganda qiz bola bo'lsa turmishga uzatishlik, o'g'il bola bo'lsa uylab qo'yishlik otani zimmasidagi vazifasi ekan. Bugungi kunda mana shu otalik burchini, vazifasini ado qilib, mana farzandlarini nikoh to'yiga siz va bizlarni taklif qilib, to'ydan oldin o'tganlariga bir ajr savob umidida mana shunday bir xonadonlarida mehmon qilib turibdilar. Alloh subhanahu va taolo barcha o'tganlarni rahmat, oxiratlarini obod qilsin. Ulug' yoshga kirganlarida mana sotvolda boqi dunyodan o'tdilar. Juda ham bir halim, shunday bir muloyim, birovga beozor odam edilar. Juda bir keksarib qolganlarida ham kelib, yaxshimisiz, tuzuymisiz, qanday desak shukr, Xudoga shukr, hamma yo'g'im yaxshi deb hech bir nolimas edilar. Shunday mana shunday bir odamni farzandi mana siz va bizlarni oldimizga dasturxon yozib nikoh ziyofatini qilib turibdilar. Albatta bu valima to'yi juda ham bir ulug' to'y, ziyofatlarning ichida eng avlosi, eng afzali shu valima to'yi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam avlim falau kana bishat, hech bo'lmasa bitta qo'y so'yib nikoh to'yi qilib xalqqa e'lon qilib bildirib qo'yinglar, ovoza qilinglar, tarqatinglar. Nimaga? Bular palonchini o'g'li bilan pistonchini qizi to'y qilib nikoh ostida turmush qurishdi. Ertangi kuni kelin bilan kuyovni tepasida malomat qilmasin odamlar deb to'y qilib e'lon qilar ekan. To'yga kelganlar ham, kelmaganlar ham palon joyda to'y bo'libdi, palonchini o'g'li bilan pistonchini qizi nikohlanibdi deb xalqqa e'lon bo'lib tarqalar ekan. Va to'yga kelganlar barchalari shu kelin kuyovni haqida duoyi xayr qilishar ekan. Allohim shu yoshlarni baxtli, saodatli qilgin, ser farzand, ser davlat qilgin, o'nib o'ssin deb qo'lidan kelganicha, Alloh qodir qilganicha, Alloh qalbiga solganicha barcha kelgan mehmonlar shu yoshlarni haqida duo qilib ketar ekan. Bu duo borasida Alloh subhanahu va taolo marhamat qildiki, bismillahirrohmanirrohim, ud'uni astajib lakum, duo qilinglar, men sizlarni duolaringizni qabul qilguvchiman dedi Alloh taolo. Alloh taologa eng bir mahbub so'z Alloh taolodan so'rashlik ekan.
ey Allohim, mana shu hojatimni ravo qilgin. Sendan boshqa suyanadiganim yo'q. Sendan boshqa so'raydiganim yo'q. Sendan boshqa qodir zot yo'q deb mana shu Alloh taologa yalinib yolborib duo qilganimiz Allohga eng mahbub so'z shu ekan. Biz so'rashligimiz bilan Alloh taoloni biror bir xazinasi kamayib qolmas ekan. Har doim iltijo qilib so'rab, 5 vaqt namozimizda so'raymiz: ey Allohim, rizqimni keng qilgin, martabamni ulug' qilgin, yurtimni tinch qilgin, oilamni tinch qilgin, farzandlarimni solih soliha qilgin, dehqonchiliklarimga baraka bergin, tan jonimni sog' qilgin. Mana shunday har doim Allohdan so'rashligimiz va Allohga muhtojligimiz bor. Alloh taolo bizga muhtoj emas ekan. Alloh taolo bizni duoyimizga ham, ibodatimizga ham muhtoj emas. Biz ojiz bandalar Alloh taologa muhtojligimizdan Alloh taolodan so'rab, iltijo qilib, yolinib, yolborib Alloh taologa o'zimizni topshirar ekanmiz. Alloh taolo siz u biz bandalariga mehribon zot ekan. Mehribonchiligi siz u bizlar farzand nabiralarimizga qanday mehribon bo'lsak, Alloh taolo bizga ulardan ham million marotaba mehribon ekan. Alloh taoloning mehribonligini til bilan vasf qilib oxiriga yetolmas ekanmiz. Shunchalik Alloh taolo bandalariga mehribon ekan. Mehribonchiligi sababidan siz u bizlarni Alloh subhanahu va taolo barcha ofat shikastlardan saqlab, so'raganimizni ham, so'ramaganimizni ham Alloh berib, ne'matlarga ko'mib tashadi. Bu ne'matlarni oxiriga yetolmaymiz sanab. Eng birinchi ulug' ne'mat bizga bergan Alloh taoloni iymon ne'matini berib qo'ydi. Bo'lmasa dunyoda milliard odamlar bor. Shularning hammasiga ham iymon nasib qilmadi. Va Alloh subhanahu va taolo bizga sog'lik, salomatlik ne'matini berib qo'ydi. Alloh taolo bizga tinchlik ne'matini berib qo'ydi. Oilamiz tinch, mahallamiz tinch, yurtimiz tinch. Mana shunday bir ulug' tinchlik ne'matini berib qo'ydi. A'zolarimizni mukammal qilib qo'ydi. Bizga oila ne'matini berib qo'ydi Alloh taolo. Barchamiz shu oila, nikoh ostida oila qurib, o'zimizdan zurriyot qoldirib, o'zimizni orqamizdan bir duogo'y qoldirib, mana shunday ketishlikni harakatida bo'lar ekanmiz. Alloh taoloning bergan ne'matini sanab oxiriga yetolmas ekanmiz. Lekin bu ne'matlarning tepasida fikr qilib o'ylamasak, bu ne'matni qadriga yetmas ekanmizda. Inson sog'lik ne'matini qadriga qachon yetadi desa, inson sog'lig'ini yo'qotib qo'yganda shu sog'likning ne'matiga yetar ekan. Ungadir yetmas ekanmiz. Men baquvvatman, kuchim zo'r, aqlim zo'r, sport bilan shug'ullanaman yoki mana bunday tabobat ilmi bilan mana bunday bir zo'r doktorlarim bor, har doim ko'rinib yuraman. Yo'q, Alloh taolo bizga sog'lik ne'matini berib qo'ydi, shuni qadriga yetib yurishligimiz ekan. Bu sog'likni tepasida o'ylab yurishligimiz ekan. Alloh taolo bizga tinchlik ne'matini berib qo'ydi. Buni qadriga yetishligimiz. Atrof davlatlarda qarasak, bittasini suv bosayotgan, bittasini o't yonayotgan, bir davlat boshqa biri bilan qirg'in barot urushayotgan. Bu tinchlik ne'matini shu o'ylab fikr qilsak, enekin qadriga yetar ekanmiz. Bo'lmasam
biz mana shu yashayotgan hayotimizga noshkurchilik qilaverar ekanmiz. Qancha dunyoda insonlar suvga zor, qancha insonlar nonga zor. Ertalab xonadonimizda nondan boshqa hech narsa yo'q bo'lsa, bolalarimiz hech narsa yo'q ekan, o'zimiz ham hech narsa non xo'rish yo'q ekan, yo ovqat yo'q ekan, yo non qo'shib yeydigan narsa yo'q ekan deb nolib qolamiz. Bu noni yo'q, nonga zor bo'lgan insonlar qancha bo'lyapti dunyoda. Ochlikdan go'daklar o'lib ketyapti. Biz oldimizgidagi ne'matni shu o'ylamasak qadriga yetmas ekanmiz-da. Fikr qilib, o'ylab, o'tmishimizni o'ylab turib, Alloh taolo bizga shu barakani berib qo'ydi-da. Shuning uchun mana shunday xonadonimizda dasturxonimiz to'kin, yurtimizda dasturxonimiz to'kin deb fikr qilmasak, buni qadriga yetmas ekanmiz-da. Xuddi shunaqa ibodatimiz ham xuddi shunaqa. O'tmishda o'ylab turib, alhamdulillah 5 vaqt namozimizni o'qiyapmiz, 5 mahal namozga azon aytilinyapti, jumayimiz o'qiyapmiz, hajga boryapmiz, umraga boryapmiz deb shuni o'ylamasak, shukr qila olmas ekanmiz-da bunga. Bo'lsa yana bo'lsin, bo'lsa yana bo'lsin, bo'lsa yana bo'lsin, mana shunday holatda ketaverar ekanmiz, Alloh saqlasin. Lekin Alloh subhanahu va taolo agar bergan ne'matlarimga shukr qilsalaringiz, bundan da ziyoda qilib beraman dedi. Shunga shukr qilsak, bizga tobora ziyodalashib boraverar ekan. Bu ne'matlar hali hech narsa emas ekan. Biz ko'zimiz ko'rmagan, quloqimiz eshitmagan ne'matlar hali serob ekan. Mana shu ziyofatni tasavvur ham qilmaganmiz-da. Umra, hajni hayolimizga ham keltira olmaganmiz. Mana ibodatdagi shukronalik. Demak, aziz birodarlar, biz mo'min musulmon bandalar Allohga hamd aytishligimiz, Allohga shukr qilishligimiz, mana shu bilan siz va bizlarning hayotimiz bundan da bir ziyoda bo'lib boraverar ekan. Chunki innalloha ma'as sobirin, albatta Alloh taolo sabr qilguvchilar bilan birga. Oilamizda jindek bir kelishmovchilik bo'lib qolsa yoki bir tangchilik bo'lib qolsa, ayollarimiz jindek bir noto'g'ri ish qilib qo'ysa, bunga biz erkaklar sabrliroq bo'lishligimiz kerak. O'sha ayollarimizni, farzandlarni, yoshlarni sabrga chaqirishda birinchi biz o'zimiz shularga ibrat bo'lib berishligimiz kerak. Jindek oilada bir tanglik bo'lsa, yo jindek bir notinchlik bo'lsa, o'tib ketadigan narsa bu. Hech qachon bekamiko'z hayot bo'lmagan. O'sha kamiko'zligi bilan, yetishmovchiligi bilan, boshqa bir ishlar ko'payishligi bilan o'sha hayotning tepasida xizmatda turamiz. Hamma yo'q mukammal bo'lib qolsa, bizi keragimiz yo'q bo'lib qoladi. Bugun bunimiz yetmayapti, buni olib kelib bering, ertaga buni olib kelib bering, bu yoqqa qiling, mana bu bemor bo'lib qoldi, mana buni bu ishini qilish kerak. Shular hammasi bizda iymonimizni evaziga berilayotgan narsalar. Iymonni evaziga bizni tepamizga qo'yilayotgan omonatlar. Mana shu oila omonati bizga iymonni tepasiga qo'yilindi. Men xotinim bilan yashasam bo'ldi, bolam balog'atga yetgandan keyin xohlaganini qilaversin demaymiz-da. Dunyodan o'tkunimizcha shu bolalarning tepasida amr va ma'ruf nahiy munkarda turamiz. Ya'ni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarib turamiz. To dunyodan o'tkunimizgadir.
Chunki iymonimizni alomati mana shu. Mana shunday bir to'yni qildi, bo'ldi, bolani uyladi, bo'ldi, qutuldi emasda. Bolani uylagandan keyin bu bolasi yana bolalik bo'ladi. Nabiralik bo'ldi ota. O'sha nabirani ham tepasida qayg'uradi. Buni odobi, buni ilmi, buni yurish turishi hammasini tepasida qayg'urib turar ekan. Ana shuni evaziga Alloh taolo siz va bizlarni oxiratimiz uchun ham ajri savobimizni ziyoda qilib borar ekan. Nafaqat dunyo, oxiratimizga ham savoblarimiz ziyoda. Chunki oilani tepasida qoyim bo'lib xizmatda turibmiz. Umrimizni sarflayapmiz, kuchimizni sarflayapmiz, vaqtimizni ketkizyapmiz, rohatdan kechyapmiz. Hamma qilayotgan ishlarimizni Alloh taolo ajri savobini berar ekan. Ana shuning uchun Alloh taolo siz va biz oilani boshlig'i erkaklarni mana shunday boshliq qilib, sabr toqatli bo'lganligimizni evaziga oilani tepasidan boshliq qilib qo'ydi. Shunga sabr qilib, oilani bosib, adashib qolmasin, to'g'ri yo'lga boshlab, chiroyli odob axloqini chiroyli qilib, chiroyli holatda shu farzandimni uylab olsam, chiroyli holatda qizimni chiqarib olsam, nabirami o'qishga kirgizib olsam, mana shunday bir hayot davom etaveradi. O'sha qilgan xizmatlarimizga biz ajr savob olaveramiz. Bordi-yu shu niyatimizni amalga oshira olmasak ham shunga Alloh taolo bizga savob beraverar ekan. Nima uchun desa, niyatul mu'mini xayrun min amalihi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mo'minni niyati amalidan yaxshidir. Chunki mo'min odamda yomon niyat bo'lmasa ekanda. Alloh taolo bu nikohlanayotgan yoshlarni baxtli, saodatli qilsin. Serfarzand, serdavlat qilsin. Xizmatda turgan ustalarimiz, oqsoqol, oshpaz, choypaz barchalarini Alloh taolo ajr va savoblarini ziyoda, uzoq yaqindan qadam bosib kelgan mehmon, mezmonlarimiz, ulug'larimiz barchalaridan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Qorakam Qur'on o'qib beradi.